Assalomu alaykum ardoqli yozuvchi va ko'rarmanlar. Qarshingizda yana jonli yayın bilan. Bugungi jonli yayınimiz aroqxo'rlar, alkashlar keltiradigan oyatlarga bag'ishlanadi. Bilasizlar, inson o'zini nafsini qondirishi uchun hattoki Allohning kitobidagi muqaddas oyatlardan ham uning ma'nolarini burib, boshqacha talqin qilib tushuntirishga harakat qiladi. Hamma dardi o'sha nafsi uchun bo'lgani uchun Allohning kalomini buzishdan ham qaytmaydilar, ma'nosini buzishdan ham. Dunyoviy kazzoblar, o'g'ri, boshqalar, yolg'onchilar o'zlarini yozgan konstitutsiyasini yoki insonlar yozgan bir yo'riqnomalarni o'zgartirib, o'ziga moslashtirsa, kazzoblarning uchiga chiqqani oliy toifadagi yolg'onchilar Allohning kalomini ham ma'nosini burib, talqin, tafsir qilishga harakat qiladi. Ana shunday toifalardan biri mast qiluvchi ichimliklar oldida o'zini tutib turolmaydigan, unga o'rganib qolgan, nafsini yenga olmagan insonlardir. Ular Allohning oyatlarini o'zini o'sha ichadigan mast qiluvchi ichimligini ichish uchun talqin, tafsir qiladi, ma'nosini buradi. Bugungi ko'rsatuv bundan o'tgan kuni qilgan jonli yayınim bor. Qur'ondagi ism va uni burayotgan jism degan. Bilasizlar, Qur'ondagi ism kalimasini bitta jism bor bizada, sayramlik jism, sayramlik sionist. U turli tomonga burib, ism degani bo'shashish degani, u degani, bu degani shu aroqni halollash uchun keltirayotdi. Men bir 10 ga yaqin oyat keltirib, ism degani aynan gunohligi, gunohlarning ham kattaligi, katta kichik shu qilinadigan gunohlarga shirk, qotillik, birovni haqqini yeyish, sudxo'rlik hammasi ismga kirishini isbotlab berdim oyatlar bilan va o'sha keltirgan oyatlarimga o'sha sayramlik sionist Kemal Tefal Tavrotiyning o'sha bo'shashish degan ma'nosini ham qo'yib ko'rdik, juda kulgili ma'nolar chiqdi. Ana shu efir payti uning tarafdorimi yoki tarafdor emasmi, shu har holda shu menimcha shu aroq ichishga moyilligi, ya'ni og'imi deydi toza o'zbekchasi. Bor odamdan birisi yozdi, 1667 ni o'qing, nega o'qimayapsiz? 1667, 443, Muhammad surasi 15-oyatlar. Bular mana shu alkashlar doim o'zini o'sha aroq ichish uchun dalil sifatida keltirib ma'nosini buradigan oyatlar. Shuning uchun dedimki, ha, shu yerda chiqdimi, demak bu to'g'rida ham men bir jonli yayın qilishim kerak dedim va bugungi jonli yayın qilishga bugun shuni qilib siz oldingizga chiqib o'tiribman. Hozir mavzuga o'taman. Ular qaysi oyatligini batafsil ichiga kiramiz va qanday qilib ma'nolarni bular buradi, bu jismlar. Nafs bandalari, boya aytganimdek, o'zini nafsini qondirish uchun hamma narsani o'zgartirishga tayyor. O'g'irlik qilishga ham tayyor bo'ladi. Buni oxirgi nuqtasiga yetganlarga konchinni deydi. Ya'ni konchinni narkoman, konchinni alkogolik, ya'ni konchinni o'zi tugadi, yaqinda o'ladi, bedavo degan. U lomkasi tutgan paytda ota-onasini ham so'yib tashlaydi, o'sha pul bermasa narkotaga. Uydagi narsani ham olib chiqib sotadi, aroqqa pul topmasin. Shuna konchinni deydilar. Shu hamma narsaga tayyordir. Yakuniy nuqta shu. Bular shu nuqtaga kelgan. Bular o'sha aroq ichish uchun hattoki Allohning oyatlarini ma'nosini burib, mana aroq halol qilingan deb oyat olib keladi. Hozir alkashlar keltiradigan, o'zini nafsi uchun keltiradigan, ma'nolarni burib tushuntiradigan oyatlarni men sizlarga keltirib beraman. Xo'p,
Ularni eng sevimli oyatlaridan birinchisi Kamol Tavrotiyni o'sha doim efirlarda aytadigan Baqara surasi 219-oyat. 219-oyat. Nima deyilgan? Yana qaytaraman. Ular sendan xamir va qimor to'g'risida so'ramoqda. Ayt, u ikkisida, ya'ni xamirda va qimorda insonlar uchun buyuk ism bor. Ya'ni yaxshilikdan uzoqlashtiruvchi, jamiyatga zarar beruvchi va odamlar o'rtasini buzuvchi gunoh. Bu ikkisida, ya'ni xamirda va qimorda insonlar uchun foyda, naf bo'lsa-da, u ikkisidagi ism, ya'ni yaxshilikdan uzoqlashtiruvchi, jamiyatga zarar keltiruvchi, insonlarning o'rtasini buzuvchi gunoh nafdan, foydadan ulkandir deb aytdi. Ko'rasiz, mana shu to'g'ri tarjimasi. Bu nima deyapti? Foyda bor deb aytyapti. Foyda ham oddiy emas. U ism deganni bo'shashish ma'nosi bor deb bo'shashish ma'nosini beryapti. Mana shu birinchi keltiradigan oyatlar. Endi qarang, bu kecha raddiya berib chiqyapti-da, ism baribir bo'shashish ma'nosi bor. Mana bo'shash bo'lmasa unda deydi, qimizni ham harom qilish kerak, u bu deb ma'no berib chiqyapti-da. Bu hozir men sizlarga kecha indamadim, qani nimadir ekan. Chiqdi-da yana o'zini pozitsiyasini talqat qildi. Qo'nchinnida qaytmaydi. Ming oyat olib keladi, qaytmaydi ular. Mana endi seni buni sharmanda bo'ladigan nimasi keldi, momenti keldi. Qarang, bu necha yillardan beri Baqara surasi 219-oyatdagi xamir kalimasi xomir mas qiluvchi degan anglamda emas, bo'shashtiruvchi, foyda bor degan ma'noni aytib kelyapti-ku. O'zini Iqro degan tarjimasida aynan gunoh bor deb tarjima qilgan. Men sizlarga yozib qo'yib beraman. Mana. Xo'p, mana buni tarjimasi. Men sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman, qaranglar. Mana. Screenshot qilib oldim PDF'dan. PDF bor, o'zini kanalda bilasizlar buni. O'qinglar. Ichkilik va qimor haqida sendan so'raydilar, sen ayt. Qarang, ikkisida deydi. Qarang, bihima deganni to'g'ri tarjima qilgan. Bihima degani ikkisida deyapti. Ham xamirda, mast qiluvchida, bo'shashtiruvchi deyapti bu ham. Ham qimorda deydi. İkisida ham bihima ulkan ism, gunoh deb tarjima qilgan, ko'rdingizmi? Ulkan, kabir deganni gunoh, ulkan degan, ism deganni gunoh deb tarjima qilgan. Bor hamda odamlarga naf bor. Bu yog'i o'zi noto'g'ri. Nimaga? Ularda odamlar uchun naf bo'lsa-da, nimasi gunohi kattadir deb oxirida gunohi ko'pdir nafidan degan. Qarang. Mana gunoh deb tarjima qilgan. Har ikkisidagi gunoh nafdan kattaroq. Mana ko'rdingizmi? Nimani infoqi? U yog'i nifoq so'z. Xo'p, nega bu yerda to'g'ri tarjima qilgan? İkisida degani bihimani toshga qilgan. Bihima degan, bilasizlar, arab tilida birlik bor, ko'plikni ikki xili bor. Ikkilik va uchdan ortiq. Множественный число, двойственный число, единственный число bor. Bihima degani двойственный число. Qarangda endi. To'g'ri tarjima qilgan.
Günah var deb o'zi yozib qo'yibdi-da, efiriga chiqyapti-da, gunoh yo'q deyapti. Bo'shashish bor deyapti. Bo'shash bo'lsa, gunoh bo'lmasa nega gunoh deb tarjima qildik? Ikkisida dedik. Xo'p, mana bo'shashish ekan. Xo'p, og'riqsa odam bo'shashadi. Xo'p, rostdan ham raslabuqa bo'ladi. Ikkisi borda qanaqa raslabuqa bo'ladi? Ikkisida deyilgan, oyatda ham bihima deyilgan. O'zi qimor o'ynagan odam pastdan napirjonkada o'tiradi. Yutqizamanmi, yutaman. Chunki yutqizish o'ziga bog'liq emas-da, qo'chqorga, xo'rozga, mana it urishtiradiganlar bor. Yaqinda men bir eshitdim, buxorolik bir bizni yozuvchimiz aytyapti. Buxoroda bir jinni, it urishtiradigan jinnida Xorazmdagi bir chempion itni sotib olib, 15 ming dollarga sotib olib, jangda bu qaysidir bir vahshiy dahshat Qashqadaryoning, Surxondaryoning itini yenggani uchun men senga podarka deb kola ichirgan. Kola ichib chempion 15 minglik it o'lib qolibdi. Bu jinnilarga qaranglar. Qimorchida qimor. U g'alaba itga bog'liq, o'ziga bog'liq emas. Futbolga mana qo'yadi. Futbolistlarga bog'liq. Futbolistlar ham biladi. Ana ular dedi, stavka qancha qo'ydi dedi. Onu deydi, kuchli komanda bizani yutadi deyapti, lo'xlar deydi. Ana slabbiy komanda yutqizadi desa, ana ular yutishiga deydi, katta beryaptimi deydi. Yutqizib beramiz deydi. O stavkani shunga qo'y deydi. Slabbiy komanda o'zlari stavka qo'yadi-da qarindoshlar. O'yinni sotadi. Muxlis jinni bo'lib o'tiraveradi stadionda. Nimaga bizani silli komanda slabbiga yutqizdi? O'yin sotadilar, totalizatorlar. Ya'ni o'yinchilarga bog'liq. Qanaqa u yerda bo'shashish bor? Qimorda. Xo'p, bunda piyon bo'ladi ekan. Qimorda qanaqa piyon bo'ladi? O'zining tarjimasini o'ziga qarshi. Nima uchun bu yerda to'g'ri tarjima qildi? Aytaymi? Bu yerda tarjima qilganini men sizlarga tushuntiraman. Bu insofi borligidan to'g'ri tarjima qilmagan, qo'rqqanidan tarjima qilgan. Qarang. U ikkisida mana Baqara 219 da aytayaptiki, qimor va nimada gunoh bor deb tarjima. Nima uchun? Bu yerda yozilgan darrov o'qiladi, darrov возмущение bor. Odamlar yopiriladi. Nima deyapsan sen? Bo'shash bor, zo'r desa ketdi. Bu yerga to'g'rini yozib qo'yadi. Bu kal, mashin, siyan. O'ziga tarjimani to'g'risini yozib qo'yadi-da, ikkisida ham gunoh bor deb. Naryoqdan yo'q gunoh deydi efir. Chunki efir ketdi. Efirni o'chirib tashlasa bo'ladi. Mana buni o'chirib tashlab bo'lmaydi. Buni chiqargandan keyin turadi. Turibdi ham mana. Endi qarang, ruschasiga qarang, bu ruscha ham qilgan. Men qiziqib Baqara 219 ni qanday tarjima qilgan bu deb o'rischa tarjimasiga keldim. Qarang, o'rischasida ham shu. Nima deyapti? Спрашиваю тебя о вине и азартных играх. Скажи, в них degan bu yerda. В них есть degan. В них двоих есть deyish kerak. Chunki bexima bor u yerda. Qoldirib ketgan. Farq yo'q. В них есть много греха. Есть pольза для людей. Mana greh ko'p deb yozyapti. Sen tarjimangni kal. Nimaga sen ismda gunoh yo'q deb kecha ham alqashlanib, valdir-saldir qilib, telefonlaring qo'lingda qaltirab, nervus qilib chiqding. Undan oldin 6-5 yildan beri aytyapsan. Tarjimangda gunoh deb qo'yibsan. Buni yozuvchilari ham molda o'ziga o'xshagan bal. O'zi turkiy so'z bor-ku. Mol so'zini arablar bal deb aytgan. Bo'ldi. Balbek mana. Balbek degan stolitsasi ham bo'lgan molga sig'inuvchilar. Bular ham balda so'ramaydi. Ustoz, Qur'oningizni tushuntirib bering deydi, o'qi iflos. O'zini tarjimasida ximorda gunoh ulkan bor deb, ruschasida ham o'zbekchasida ham so'ramaydilar. Mana o'zingni gaping bilan tutilding. Yetadimi senga? 200 namachiliging shundan ham bilsa bo'ladi. Sen bu yerda to'g'ri qilasan, chunki odamlar ko'radi. Nariyoqqa chiqib safsatangni boshlaysan, yolg'onchiligingni. Endi bu
Xamir mavzusini kecha aytyaptiki, sen deydi bironta lug'at olib kelma deydi. Muttaham 3 ta lug'at aytdim men senga. 3 ta lug'atdagi butun xamir ma'nolarini men keltirib berdim. Qanday bir bezbet bu iflos. Xamir degani qaranglar, men sizlarga bir narsani tushuntirib o'tay, bu endi yozilimchilar uchun. Bir narsani bilib qo'yinglar. Qur'on, kecha ham aytdim, har bir holat, har bir narsa uchun alohida so'z ishlatiladi. Mana gunohga 8 ta so'z ishlatiladi. Chunki gunohni turi ko'p. Bizda hammasini gunoh degan bilan arablar hammasini gunoh demaydi. Nomma-nom aytadi. Nomma-nom aytadi. Mana bularda xomir tushunchasi bor. Shu qattiq x bilan yoziladigan. Bu mast qiluvchi narsa. To есть bu sabab, причина. Причина nima? Xomir. Aroq mast qiladi. Vino, shampanskiy, pivo, spirt nima bo'lsa, mast qiluvchi xomir hisoblanadi. Bu sabab. Buni keltirib chiqaradigan insonda bo'ladigan oqibatiga boshqa narsa, boshqa so'z ishlatiladi. Qarang. Sakar ishlatiladi. Sukur deydi, sukar deydi, sukkaro deydi. Sakar degani ongning yopilishi, soznaniyani yo'qolishi degan. Ko'rdingizmi? Ikkita narsa. Xomir sabab, sukur, sakar oqibat. Qarang, Alloh nima bilan kurashyapti? Alloh mana bu sizlarga e, bundan ehtiyot bo'linglar deydi, mana bu oqibatdan. Lekin mana buni harom qilyapti. Qur'onda sabablar bilan kurashiladi. Xomir kalimasi, kecha ham aytdim, oqilni nima qiluvchi, yopib oluvchi. Mana bizdagi xamir so'zi ham shu xomirdan kelgan. Qarang, xamirga achitqi qo'shsa nima bo'ladi? Xomir ishadi. Nima uchun ishadi? Chunki boya kirgan achitqi bor-ku, aralashgan. Uni havodan nafas olib turadi-yu. O'shani yopib tashlaydi. Zakrivaye. Nafas ololmagandan keyin xamir ichida gazlashib boshlaydi. O'zi bilan o'zi ichida gazla olib bunday oqadi. Nima uchun? Boyagi kirgan achitqi xamir qildi. Yopib tashlaydi. Mast qiluvchi ichimliklar ham miyani shunday qiladi, yopib tashlaydi. Bilasizmi, alkash odamlarda bu reaksiya past bo'ladi. Kelayotgan informatsiyani ham kelangiydi, gapirayotgan gapi ham deydi-ku. Chiqish bilan kirishni yopib tashlaydi. To'suvchi. Bu holatga sakr deydi. Lekin ichimlikka xamir deydi. Razgranichение четкий berdi. Qur'onda hammasi aniq. Bizda hammasida mast. Bittasida mast qiluvchi, ikkinchisida mast bo'lgan, ya'ni o'sha ongni yopib bo'lingan. Ongni yopuvchi, ongi yopiq. Ikkisi razli narsa. Endi qarang, bu uni farqiga bormaydi-ku. Bu o'tiryapti-da, qumizam bundoq. Endi qarang. Qur'on oyatlarini o'qisangiz, Qur'on oyatlarida aytadiki, siz xamirni uzumdan, xurmodan, undan olasiz deydi. То есть получаете, ya'ni изготавливаете degan ma'noda keladi. Xurmoni o'zi xamir nima? Meva yoki uzumni o'zi xamir demayapti Alloh taolo. Siz uzumdan, ya'ni halol narsadan va xurmoni mevalaridan deydi. Mevasidan, aynan mevasidan xamir olasiz deydi. Olasiz. То есть сами изготавливаете. Nima degan bu kalima? Qarang, uzum Alloh taolo hech bir o'simlikni kayf qiladigan qilmagan. Shunday borib yegandan kayf bo'lmaydi. Qachon u kayf bo'ladi? Kayf beradigan bo'ladi. Ongni tumanlik qiladigan bo'ladi. Unni ichidagi suyuqlikni yo bir danagini chiqarib,
obработка qilsa, saqlab qo'ysa, bijg'itsa, ya'ni ishlov bersa, keyin u xamirga aylanadi. Mana bu hozir nimani aytyapti-ku, mana qimiz deydi, nima qilish kerak? Qimiz xomir bo'lmaydi. Nima uchun? Ichadi, otni bolasi yoki qumron, tuyani bor. Ichadi, nima uchun mast olmaydi? Chunki u hali turmagan, obработка qilinmagan. U biroz tursa, mana bizlarni qadimda qochovoy xalqlar qimiz bilan qumron shunday achitganlar. Teridan bo'lgan xaltaga solib, otda chopganlar. O'zining ishi bilan chopadi. Silkinib, gaz hosil bo'lib, achitqi bo'lgan. To есть obработка berilyapti. Xamirga aylanyapti. Ko'rdingizmi? Halol sut xamirga aylantirildi majburan. Obработка berildi. Oyatda ham shunday deyilyapti. Siz halol uzumdan o'zingiz obработка qilib xamir olasiz deyapti. İçida foydasidan ko'ra gunohi ko'p deydi. Foydasi nima? Foydasi kayf beradi. Ozgina bo'shashadi. Lekin ongni tumanit qilishi gunoh. Seni jamiyatda ajratadi. Jinoyat qilsan, avariya qilasan. Ko'rdingizmi? Sen foyda deb o'ylagan narsadan gunohi ko'p deyapti. To есть xomir bu obработанный, ya'ni ishlov berilgan ichimlik. O'zidan o'zi nima qilmaydi u. Buni e'tiborga olmaydi-da, mana ko'rdingmi? Tupoyda, ishlamaydi-da kalla. Yoki ishlaydi, boyagi aroqni halollash uchun unda dedi qimizni ham, qumronni ham hammasini dedi harom deyish kerak. Ha, u obработка qilingan, achitilgan bo'lsa, maxsus qo'yilib yoki otda chopilib. Ha, uni harom deyiladi. Chunki bo'shashtiradi. Endi qarang. Mana nasha chekdi deydi. Nashani yaprog'ini shunday borib yesin, hech narsa bo'lmaydi. Lekin uni quritsa, mana obработка, solnishniy, sветовой obработка, quritsa, kiyimda nima qilib o't berib tutatib cheksa, keyin kayf beradi. Nimaga? O'sha ishlov berildi, turildim ben. O'zidan o'zi. Даже ko'knorini ham shundoq nimasini siqib hech narsa bo'lmaydi. Uni turg'izib, bir muddat qo'yib, yoniga nimalarni qo'shsa, keyin u kayf beruvchi bo'ladi. Ko'rdingizmi? Xamir olasizlar degan. Вы получаете сами. Obработка qilib siqib chiqarib. Bu jihatlarga bular e'tibor bering. Endi e'tibor bersa ham oqlash uchun oyatlarni bular mana bu oyatlarni olib keldi. Mana birinchi oyati boyagi. Mana Kamol Tavrotini aytadigan oyat. Keyingi oyatni qarang. Niso surasi 43-oyat. Bu yerda shunday deydi. Ey iymon keltirganlar, qarang. Sakar deydi. Sakar holatingizda sakar degan kalima ishlatiladi. Nima degan? Boya aytdim-ku, xamir bu ichimlik edi. Bu obработка qilinib, o'sha kayf beradigan qilinganda, darabotka qilingan. Uni aytmayapti. Onging to'silgan holatda deyapti. Sakar holatingda sakar deydi. Xamir ishlatilmayapti. Nima deydi? To nima deyotganingiz bilguningizcha va junub holatda to yuvinmagunizcha salatga, namozga, ibodatga yaqinlamang diniy topshiriqlarga. Yo'lda ekansiz bu. Qarang. Mana shunda ha deydi. Demak, ichib yursa bo'lar ekan. Faqat namozni o'qimasang bo'ldi. Mast bo'lsa bo'lar ekan-u, namozni o'qimasang bo'ldi ekan deb mana shu oyatni keltiradi. Chunki aytayapti. Ongingiz zatumaninli vaqtda salatga yaqinlamanglar deyapti. Nima deyayotganingni bilguningcha. Bular nima qiladi? Ha, 9 qadah mumkin, 10-si yo 11-si harom degan mana shu oyatdan kelib aytib o'tirdi. Lekin bu mana shu oyatni ham yolg'on tafsir qilyapti. Nima uchun? Qolgan oyatlarda men sizlarga aytdim-a, kecha 10 taga yaqin oyat. Xamirda ism bor.
ongingni tumanit qiladigan hamma narsada ism bor. Yaqinlama, u harom deydi. Ha, bu yerda ongi tumanit qilingani deb nima uchun sakar deb aytyapti? Odam depressiyaga tushib qolishi mumkin. Odam stressga tushib qolib, nima qilib qoladi, qo'rquvga tushib, birovlar qo'rqqanidan men namoz o'qib boshlayman deydi-ku, yoki qattiq stres yoki ongini bilmay qolganda bir ekstazga tushgan paytlari mastlikdan emas, o'zi bir boshqa ta'sirlar. O'sha paytda ham yaqinlama deyapti. Ko'rdingiz? Bitta aroqni aytayotgan, ichida aroq ham bor, mast holat ham bor. Nima uchun? Chunki namoz to'g'risidagi oyatlarni o'qisangiz, namozni xushu bilan, spokойный va konsentratsiya bilan o'qi degan. Siz qo'rqyapsiz, nima qilayotganingiz, sizni ongingiz to'silgan, izza straha. Bomba portladi. Dur namoz o'qib boshlaydi. Allohu akbar deb ketadi-ku. Bum aytgandan. Ana shu paytda o'qima namozni. Chunki ты себя не контролируешь. Shu yo'q, konsentratsiya yo'q. Spokойно turish kerak. Ko'rdingizmi? Sakar kalimasini ishlatyapti. Buning ichida mastlik ham bor. Universal kalima ishlatadi Alloh taolo. Ular shuni nima deydi? Ha, deydi. Ishlab olar ekan deydi. Qolgan oyatlarda harom degan. Qanaqa qilsa u 4:43 ni aroq ichishga mumkin deb oyat. Yana bir keltiradigan nimasi bu Nahl surasi 67, 16, 67-chi 16-sura 67-oyat. Nima deydi? Qarang, eng bular любимый kechagi alkasham jonli efir payti shuni o'qi deydi. Prikaz berib yozdi. O'qimaysizmi? Qarang, nima deyilgan? Xurmo va uzum mevalaridan sukar deydi. Sakar deydi. Ya'ni ongni to'suvchi ichimlik va yaxshi rizq olasiz. Endi qarang, bular nima deydi? Ana deydi. Alkashlar nima deydi? Alkashlar. Allohni o'zi aytib qo'yibdi deydi. Xurmo uzumdan ongni to'suvchi, sakr qiluvchi, sukkaro qiluvchi, mast qiluvchi ichimlik olasan deb yozib qo'yibdi. Olsa bo'lar ekan deydi. Bu degan ichsa bo'lar ekan deyapti-da. Sizga rizq ham bor deydi. Pesh qiladi. Lekin oyatni davomida buni chotki Alloh taolo raziyasini bergan, lekin u yog'iga o'tmaydi bular. Mana boshini o'qiydi, birinchi jumlani o'qiydi. Mana deydi, olasan deb qo'yibdi deydi. Можно, значит deydi. Raz olish mumkinmi? Pik можно deydi. Qarang, keyinida nima deyapti? Shu oyatni o'zida Alloh taolo aytayaptiki, siz olasiz, innama deydi. Chindanda bunda, ya'ni uzum, xurmo, har turli mevalardan ongni to'suvchi, mast qiluvchi ichimlik va rizq olishda ongini ishlatuvchi qavm uchun belgi bor deydi. Nima deyapti? Ongingni ishlat deydi. Spirtnoyini ichma. Olinadigan, o'sha olgan bo'lsa ichma. Rizq ye, prямо обработка qilmasdan ye. Sokini siqdingmi, uni bijg'itib qo'yib, spirtini, etil spirtini ichida nima qilib, yopiq qilib, unday qilma deydi. Sirazi o'zini ich, sirazi ye, ichma deyapti. Ongini ishlatuvchilar uchun belgi bor deydi. Ishlayotgani yo'q, ey debil, chiqib o'tirgan, mana shu oyatni keltirib o'tirgan. Bunda qarang. Bunda deydi, bir xil narsadan ham rizq, ham nima olyapti? Sakar olyapti, ongni to'suvchi. Bir qarang, bitta uzumni qorningni ham to'yg'izishing mumkin, miyangni ham tumanit qilishing mumkin. Ты можешь и то, и другое получить. Но ongni tumanit qiluvchi sakarni ichma deyapti, ongingni ishlat deyapti. Rizqingcha sirazi ye, bijg'itib qo'yma deyapti. Endi nima uchun bu narsalarda naf bor deydi? Spirt dezinfeksiya narsa bo'lgani uchun dezinfeksiya nimasida uksuslar, mana bijg'itqidan
keyingi nimadagi narsalar tozalov uchun, mikroblardan o'ldirish uchun foydasi bo'lgani uchun, ichganda foydasi emas. Ey, debil. Sen aroqni oldi, bir ukol urishdan oldin suradi. Nima uchun? O'sha yerni tozalaydi. Shu uni foydasi. Bu foydasi emas uni. İçme deydi. Bular o'zi ichgisi kelgandan keyin, dedi, aroqni juda obro'botga qilib o'tiramiz. Ichish kerak uni deydi. O'zi ichgisi kelyapti-da. Anu nima deydi? E, Margunov, Vitsin, Nikulin aytadi, pol-litr что ли сломать deydi. Operatsiya aytadi-ku, men deydi aroqni sindirib, ko'llarga solaymi shisha bilan. U aroqni sindirish, obro'botga ishlatish bular uchun вообще isrofgarchilikning eng kattasi. U ichish kerak. Obro'botga men bilasizlar, mana harbiylarda spirtnoy nima uchun harbiylar ko'p ichadi? Harbiy texnika qurol-yarog'ni ko'pincha spirt bilan tozalaydi. Boshqa narsa bilan po'riqni qoldiqlarini eritib bo'lmaydi. Ana shu tomonlama foyda. Upotreblение uchun emas. Bir yaraga spirt tutsa quritadi. Iringi chiqib yotgan. Upotrebleniyaga emas, obro'botkaga, tozalashga, boshqa narsalar. Ana shunda uni hamma. Siz shuni olasiz, lekin ongningizni ishlatinglar deydi. Sen spirtnoyni oldingmi? Avtomatingni nimada shompolini tozala, boshqa qil, даже tankni spirt bilan obro'botga qiladi. Shunday detallari bor, spirt bilan obro'botga qilmasa bo'lmaydi. Unda po'riq katta chiqadi-da, ostatga qoladi. Faqat spirt ketkazadi. Kislota qilsa o'yvoradi temir. Ongni ishlat dedi. Ichma lekin dedi. Miyangni tuman qilmasin dedi. Bular yo'q, ana deydi 1667 dedi, shunday qilgan. Nima uchun keyingi jumlani o'qimaysizlar? Bunda qarang, ongni ishlatuvchi qavm uchun belgi bor. Nima deydi? Fi zalika layatan liqavmin yaqiluna. Yaqiluna degani aqlini ishlatuvchi. Aqlini ishlat, debil der. Ichma der. Yana bir bularni keltiradigan nimasi eng sevimlilardan 1667 Muhammad surasi 15-oyat. O'qib beraman. Qayerini bular tutib oladi. Muttaham alqashlar. Taqvodorlarga Alloh tomonidan va'da qilingan jannatning misoli shunday, ya'ni o'rnak. Endi Alloh taolo muttaqiylar, taqvo, jinohlardan, yomonliklardan saqlanuvchilar uchun Alloh jannatni va'da qildi. Shu jannatning misoli shunday deydi. Qarang, eng bularni burib sevib aytadigan oyatlaridan biri 47-15. Unda deydi, jannatda aynimaydigan suvli daryolar, qarang, daryolarni turi bor. Suv aynimaydigan daryolar, sutining mazasi o'zgarmaydigan daryolar, qarang, sutining mazasi o'zgarmaydigan. Turib qolib achimaydi deyapti. Qarang. Suv aynimaydi. Eshitib turiblar-da buni. Sutining mazasi o'zgarmaydi. Представьте себе, bir xil turadi. Endi qarang. Boya aytdimi? Xamir nima? Obro'botga qilgan, achitqi qilingan, ya'ni tumanit qilinadigan narsa. Endi qarang. İchganlarga lazzat beruvchi xamir oqadigan daryolar bor. O'z dedi. Jannatda ham xamir bor ekan deydi, spirtnoy bor ekan deydi. Bu kalla ketganda. U yerdagi spirtnoy, qarang. U yerda xamir degani bilan birinchi qismi ishlatilgan. Qarang. Olinib bo'lgach, bir muddat saqlanib, ichiladigan va lazzat beradigan ichimlik ma'nosida ishlatilgan bu yerda xamir. Nima uchun ongni to'suvchi degan qismi qolib ketgan bu yerda? Bu ishlatilmaydi, bu ma'no xamir. Shuning uchun biz buni nimasida tarjimasida buni saqlangi suv dedik. Xamir bu yerda saqlangi suv bilan suv oqadigan, saqlanib turadigan suv oqadi. Lekin buni
nima esirtki ya'ni esirtiradi, kayf mast qiladigan, sakar qiladigan deb tarjima qilmadik. Nima uchun? Biz kalimaga xiyonat qilmadik. Bilasizlar, Qur'onda lug'aviy ma'nodan tashqari oyatlardan kelib chiqadigan ma'nolar bor. Xomirni kecha ham darsda jonli yayında aytganman. Xomirni lug'aviy ma'nosini ustiga qurilgan Qur'oniy ma'nosi ham. Qur'oniy ma'nolariga ko'ra mana shu oyatda u mast qilmaydi. O'sha xomir deb aytilgan bo'lsa ham mast qilmaydi. Ha, u saqlanadi, maxsus tayyorlanadi, oqib turadi, lekin mast odamni mast qilmaydi. Nima uchun? Qarang, buning jannatdagi xomirning mast qilmasligi boshqa oyatda keladi. Hozir men sizlarga aytaman. Bu Soffat surasining 45, 46, 47 oyatlarda keladi. Qarang, 44 dan boshlaylik hali. Soffat surasi 37-sura, 44-oyat. Endi jannat ahli so'rlarda bir-birining qarshisida aylana bo'lib o'tirar ekan, quruq bo'lib o'tiradilar deydi. 45-oyat. Endi jannat xizmatchilari ularga, jannat ahliga buloq ichimligi bilan to'ldirilgan chashqlarni, chashka degan edi. Chashka so'zi ruscha so'zi, xorazmchadan chashq so'zidan olingan. Biz chashka deymiz-ku, bizdan turkiylarda olgan chashiq deydi. Chashiq, mana qoshiq bor, chashiq bor. Bir xil so'z, bitta harfi o'zgargan. Chashiq cho'nqirroq idish degani. Qoshiq nima deydi? Soyroq idish. Xo'p, buloq ichimligi bilan to'ldirilgan chashiqlarni aylana bo'lib uzatadi. Mayli ichinglar deb beradi. Qarang. U ya'ni chashiqlarda uzatiladigan ichimlik ichganlarga lazzat beruvchi tiniq ichimlikdir. Ichganlarga lazzat beradi. Ko'rdingizmi? Boyagi lazzat ketyapti. Xomir lazzat beradi-ku. Kelyapti. Endi darsini qarang. Eng muhimi 47-oyat. 37-47 Saffatning surasining 47-oyatda shunday deydi. Unda o'sha ichimlikda hech insonlar uchun hech qanday zarar yo'q deydi. Uni ichganlarning eng muhim joyi kelyapti. Undan ya'ni ichimlikdan ongi yo'qolmaydi. Ular ichganlar ongini yo'qotmaydi. Mast bo'lmaydi deyapti. Mana Muhammad surasini keltirasizlar, muttaham alkashlar. Mana jannatda ham xomir bor, dunyo spirtni aroq bor deysizlar. Ey muttahamlar, u yerda bir narsadan siqib chiqarib saqlanib qo'yilgan, lekin lazzat beradi, lekin kallani tumanit qilmaydi. Kallani og'ritmaydi. O'sha nimasi effekti olib tashalgan xomir bor. Buni qayerdan bilamiz? Ha, 47-suraning tushunchasi 37da undan oldin kelib bo'lgan. Nima deydi? U jannatda ichiladigan ichimlik lazzat beradi, lekin ongni yopmaydi, mast qilmaydi deyapti. Qalasizlar endi alkashlar? Sizlar keltiradigan mana butun oyatlaringizni fosh qildim men sizlarni. Oyatlaringiz emas, sizlarni mashinistlaringiz fosh qildim. Sizlar keltiradigan 47-15, 16-67, 219, Baqara 219, Nahl 67 va Muhammad 15 suralaringiz mana qolgan oyatlar bilan hammasi fosh bo'ladi. Xomir ishlatilgani bilan u mast qiluvchi spirtnoy deyilmaydi. Sizlar o'zingiz ichkingiz kelgandan oyatlarni shunday qilib ma'nolarini buzasizlar, muttaham ifloslar. Kemal Çaynik tefal ichsa endi. Ism qalay bo'lyapti ism? Ism nima bo'ldi ism? Aldab o'tirding ha xalqni. Indamay o'tirdim senga. Ismda sen sharmandang chiqdi. Sen bilib turib ismga kayf ma'nosini bo'shashtiruvchi mumkin deb halollab o'tirding muttaham. Tarjimangda gunoh bor deb qo'ysan lekin. Chunki tarjimangdan yopadi-da seni. Sen nima deb yozding? Efir ketaveradi. Efir bugun bor, ertaga yo'q. Ertaga kanalni yopib yuborsa, yo o'zi o'chirib qo'ysa, ketdi, hech kim bilmaydi. Qachon aytdim men deb turaveradi. Ism nima bo'lyapti? Kamol Tavroti sharmanda. Sen muttaham. Alkashlar. Boyagi
Baqara 219, Nahl 67, Muhammad surasi 15-oyatlarni keltiradigan aroq mana unda bor, unda. Ha, qanday ekan jannatdagi xamir sizlar o'ylagan xamir emas. E, Stolichная, pshenichная vodka emas yoki bir e, Samarqand degan konyak emas u. U kayf beradi, lekin ongni tumanit qilmaydi. Zarari yo'q degan. Ana shu boshida shu kelgan o'zi 37 kelgan. Keyin bu kelgan. Sizlar uni bilasizlar sizlar. Kamol Yo'ldoshlar biladi uni. Uni tashlab ketadi, aytmaydi. Bilmaydi odam. Ha, jannatda ham xamir bor. Yozib so'zga qara so'zga xamir, xuddi xamir deydi. Xamir degani bir narsadan siqib majburlab olinib, ezib boshqami qilib yoki blenderdan ish qilib chiqarilib, sokovujimakadan chiqarilib, oyog'i bilan bosqilab borini. Bir paytlar vinoni oyog'i bilan bosqilab kelganlar. Yevropadagi muttahamlar. Bosqilab olinib, bir muddat saqlab qo'yilib, ya'ni achitqi bo'lgandan keyin kayf beradigan kayf ichiladi, ichiladi. U ichgandan keyin kayf bo'ladi, kayf bo'lgandan keyin kalla ariydi, mast bo'ladi. Mast bo'lib keyin avariya o'tib o'ladi. Jannatdagi xamirda oxirgi zararlari, mazgini tumanit qilishi, boshqasi olingan. Faqat lazzat beradi va u oqib turadi degan. Xamir degan. Ana buni Saffat surasidagi 47-oyat sizlarning yolg'onlaringizni fosh qiladi. Sen muttaham Kamol Yo'ldosh, sen arabchani bilmaydi, hamma arabchani bilmayman. Kecha men arabchani o'qiganimda noto'g'ri o'qiyman, men tajvidim yo'q. Ana dedik tili kelishmay aytolmayapti, unda deyapti. Hamma tilim kelishmaydi, ha men bilmayman, lekin menda shu talaffuz qila olmaydigan kalimani mag'ziga yetish imkoniyatim bor. Kuchim yetadi, aqlim yetadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, sen Qur'on seni monopoliyang emas. Qur'on uni tushungan, tushunishni istagan, to'g'ri yo'lni topmoqchi bo'lgan har bir odamni tadqiqot, o'rganishi, oyatlarni bir-biridan taqqoslashi, kalimalarni ichiga kirib o'rganish uchun ochiq kitob. Chunki nima deydi? Zalikal kitobul la rayba fih hudallil muttaqin deydi. Bu gunohlardan tiyiluvchilar uchun yo'riqnoma sifatida tushirildi. Hamma uchun deydi. Hudallil alimin deyilma, olimlar uchun deyilma. Hudallil professorin deyilmagan. Hudallil nima deydi? Hali ilm deyilmagan. Hudallil imomin deyilmagan. Ya'ni faqat imomlarga, faqat professorlarga, faqat kallarga tushirildi demagan u. Kim gunohdan tiyilib to'g'ri yuraman deb yo'lni izlab yurish hamma uchun ochiq. Bir paytlar men Qur'onda unday emas, bunday deb chiqqanda birinchi bo'lib men tegmasam ham mullalarni men aytganman. Siyosiy dimidrol nimaligini bilasizmi degan ko'rsatuv bor, 100 ko'rsatuvning ichida. Birinchi bo'lib uxlatadiganlar mullalar degan. Siyosatchilardan keyin mullalar turadi. Eng kuchli shular degan. Ular uni bunday qiladi, buni qiladi, sabrga chaqiradi, zulmniga sabrga chaqiradi, oyat keltiradi, hadis keltiradi deb tanqid qilganman. Bosh 100 ta ko'rsatuvni ko'ringlar. Shunga reaksiya sifatida Abba Bilyardi chiqib, kim bo'pti u jurnalist, arabchani bilmaydi, Qur'onni tafsir aytishga haqqi yo'q, ilmni dimidrolchi dedi, allachi dedi deb chiqdi. Shunda men bir boshqa jonli yayın qilganman, efir, maxsus ko'rsatuv qilganman. Jonli emas, maxsus ko'rsatuv. Abbiga qaratib aytganman. Qur'on mullalarning monopoliyasi emas deganman. Mana shu gapim gap. Qur'onda bor shoir. Bu Qur'on hammaga tushirildi. To'g'ri yo'lga tushaman degan. Qur'on Qur'oniylarning monopoliyasi emas. O'zini Qur'oniyman deb o'tirgan soxta Qur'oniy, asli sionist va Tavrot. Kamol Yo'ldosh, seni monopoliyang emas Qur'on. Senga sizlardagilarga monopoliya qilib berib qo'ysa, sen, Abbi, boshqa mullalar hammang sen yaqinlashma, bilmaysan arabchani, men ahli ilmman, men imomman, litsenziyam bor. Men Qur'on tarjima qilganman deb xohlagan tarafga mana shunaqa burasan. Biring aroqqa chaqirasan, ikkinching zulmga, sabrga chaqirasan. Shunday bo'lmasligi uchun hamma o'rganadi.
Monopoliya yo'q Qur'onda. Sib o'tir. Mana men arabchani bilmasam ham, oddiy jurnalist bo'lsam ham, seni va senga o'xshagan alkashlarni aroq ichish uchun keltiradigan oyatlarni ma'nolarini buzib, narigi oyatdagi poyasneniyalarni yashirib tushuntirib o'tirganingni mana fosh qildim. Jurnalist bo'lib turib. Shunda sanday muttahamlarni men din g'amida yuribman, undoq mundoq deydigan saroy mullalari bor, o'shalar sizlarni fosh qilishgan. Lekin ularni ham bilimi yo'q-da. Hadisdan boshqa amr ma'rufda qancha kelar ekan? 500 ga bormayman. $1000 bo'lsa boraman. Qayg'u shuda. U Kamol orqash qilaman odamlarni deb oyat keltirib, kofir benamoz qiladi, farqi nima ularga? Diniy yo'liga o'tish kerak. Qani musulmonlar benamoz orqash bo'lib ketsa, diqqatli buni vosh yotish kerak. Ben sizlarga bir narsa aytaymi? O'zbekistonning diniy qo'mitasi DXX Kamolni yaxshi ko'radi. Nima uchun? Buzib o'tiribdi. Ya'ni dinga chaqirib turib buzib o'tiribdi. Namoz o'qimaydi degan qilyapti. Abul Ahab yo'q deydigan odamlar yetishtiryapti. Aroq ichsa bo'ladi degan tipa musulmon. Bu DXX uchun topildi bu. O'zi dinsizlashtirish, kofir qilish uchun tuzib qo'yilgan tashkilot bu, maslahatli tashkilot. Joniga buni yaxshi ko'radi. Ertaga O'zbekistonga borsa, bu hech kim tegmaydi. Hatto buni himoya ham qiladi. DXX o'zi axrana beradi. Aytyapti mana men DXX bilan yozishyapman. Xudo bundan turadi. Chunki o'shalarni vazifasini bajaradi. Markaz bitta-da, maslahat aytadi. Biz odam boryapti, ondan служит. Вы там его хорошенько встретите deydi. Rodsionniklar bilan ko'rishib olsin, Chimkentdan keladi, Turkiston sayramdan, Toshkentda ko'rishib olsinlar deydi. Xo'p bo'ladi akajon deb Timur Yoqupovlar buni poyandoz bilan, gulchambarlar, orkestrlar bilan Toshkent xalqaro aeroportida kutib oladi. Chunki umumiy ish dinsizlashtirish ishiga xizmat qilyapti, buzg'unchilik. Mana shunday gaplar, hurmatli ko'rarman va yozuvchilar. Mana shu bularni qiladigan ishi shu odamlarni chalg'itish, oyat keltirib, eng yomoni mana shu oyat. Bir o'g'ri prokuror bor-ku, qonunni odam yozgan qonun. Parlament qabul qilgan, prezident qo'l qo'ygan, senat qo'l qo'ygan, inson yozgan qonunni u yoqqa bu yoqqa burib boshqacha tafsir qilib odam qaniydi yoki pora undiradi-da. Bir militsiya olib kelib o'sha odam qonuni bo'yicha boshqacha talqin qilib, bo'yniga qilib bu narsa undiradi-da. Ular bularning yonida yerinde axir. Bular Allohning kalomini ana shu ishlarga ishlatadi, ifloslar. Qarangda keltiradigan oyatlarga. Mana deydi jannatda xamir bor deydi. Jannatda xamir bor deydi. Aytmaydiki u xamir u mast qiladigan emas, kayf beradi, lekin mast qilmaydi. Sofat surasida aytilgan demaydi. Yo'q. Yoki Nahl 67-nikida ana shunda olasan deb qo'ydi deydi, xurmo bilan uzumdan xamir olaveramiz ekan bu yoq. Bu degani uraver degani deydi. Olganing bilan uni avtomatingni tozalashga, yarangni dezinfeksiya qilishga, shunga ishlat deyapti. Debil deyapti. Aql ishlatuvchilar uchun aqluna deb bekorga ishlatilmagan. Rizq bo'ladiganini yer, anonsini, spirtini ichmayam, yemayam yashasa, obработка, texnikangni tozala. Borana mashinangning nomerini yaltiratib beradi smoladan. Eng zo'r nima qiladigan narsa sirka bilan aroq. Smolavuradi-yu mashinaga, nomeriga yopishib qoladi. Aroq bilan nima qilib shang'illatib ketkazadi. Bor foydasi bor. Ana shu foydasi. Ichish foydasi emasmi? Debil, kal. Bu muttaham shunday. Bu konchinnida bu to'xtamaydi bu. Shunaqa yuraveradi. Mana o'zini tarjimasini olib keldim sizlarga. O'zi shuncha gapirib o'tiribdi, aldiyman deb, lekin tarjimasida qo'rqqanidan to'g'ri tarjima qilib, chunki yeydilar buni bunaqa tarjima uchun. Mana xamirda ulkan bo'shashish bor deb qo'ygani yo'q, ulkan foyda bor deb qo'ygan, ulkan gunoh bor deb.
Özüngni gaping bilan isbotladim. Endi tinchiysanmi? İkiyüzlamachi tarjimada bunday to'g'ri qiladi, nariyoqqa chiqib aroqqa chaqiradi. Ey, Araqiyla Cho'chqiyla kanalining yozuvchilari. Jalol Yusuf, ana ikkinchi stakan seniki. So'ramisan bundan? Xo'p, gunoh ichida foyda bor, bo'shash bor, raslabuha bor deysiz. Tarjimangizda gunoh bor deb qo'yishku, bratello, chalello, sayramello, sianistello deb so'ramisan? Ha? So'ramaysan, chunki sen ham alkash, miyang zatumani. Buni o'qimaysizlar. Biza uni o'qiymiz. Qani nima deb tarjima qildi? Shunday gapiryapti. Ha, bu yerda qo'rqib toshning qilib qo'ydi. O'ziga qarshi gapiryapti. Mana isbot. So'ramaysizlarmi alkashlar? Jalolishib, urib o'tiribmiz arakni Piterda, sushi xonangda sushi pishirasan restoran. Shisha borku, man posterda turibdi. Masalan, shu posterni ko'rsataymi hozir. Yomon ajoyib poster tayyorladimdan bular. Yomon ajoyib bu. Hozir man sizlarga ko'rsataman. Ham qaranglar. Ko'ryaptimi? O'qing Araqning nomi. Mana. Alkashlar keltiradigan oyatlari Sionistni peshonasida endi tamg'asi bor buni. Endi qarang. Anu cho'chqa go'shti salasi bilan birga sho'rbodring 2 stakan, 1 stakan, birinchi stakan yaqinroq turgani Kamol Tavratniki, keyingisi Jalol Yusufdan Xorazmli alkashligi. Endi Araqning odina qaranglar. Araqning odina qaranglar. Mana. Araqiyro, cho'chqiyro, vodka. Mana shu iflos narsani ichish uchun bular oyatlarni o'yin qilib olib keladi. Ko'rdingizmi? Araqiyro, cho'chqiyro deya araq chiqaradi bu yaqinda. Oyatlarni ham yozib qo'yadilar, ifloslanishi. Etiketkasiga oyat yozadi. Mana shu oyatda mumkin deb bu muttahamlar qo'ldan keladi. Lekin jannatdagi xamir mast qilmaydigan, ongni tuman berkitmaydigan, to'smaydigan xamir. Bu yerdagi xamir ishlov berilib olinadigan xamir. Uni foydasi ichishda emas, bo'shashtirishda ham emas. Uni foydasi tashqi narsalarni обработка qilish, bir narsalar yasash shunda. Mana men texnik, harbiy texnika misolida ko'rsatdim. U ichilmaydi u. Bu yerdagi xamir. Sokir qiluvchi, ya'ni ongni yopish holati sokir deb aytiladi. U ichimlik oqibati. Alloh taolo ana shularni iste'molini buyuk gunoh degan. Обработкасini buyuk gunoh demaydi. Ongni yopadi. Masalan, spirtni mashinga surtding, ong yopilib ketib bo'lib qolasanmi? Yo'q. Yarang nima bo'ladi? Ongga ta'sir yo'q. Ana shuni qo'yadi. Ichsang lekin tiling orqali, oshqozoning jigar orqali miyaga boradi. Iste'molini harom qiladi. U xamir. Ana shu holatda namozga yaqinlanmadi. U yerda bitta mastlik nazarda tutilmay, ichish mumkin ekan, namoz o'qimasang bo'ldi deb miyasini aytmaydi odamlar. Xorazmda alkash ko'payib ketgan. Mana shu aytdim-ku, bitta yozuvchimiz dadam ichadigan bo'pti, mana shu iflosni eshitibdi, kalni eshitibdi. Bu yurtni buzib o'tiribdi bu iflos. Sen meni deydi, sionistligimni isbotlab ber dedi. Muttaham Isroilni oqlab o'tiribsan-ku. Battar bo'lsa arablardi. Shu sen eng katta isbot. Yana qanaqa isbot kerak? Tavratga qachon chaqirdim deydi. Qur'onda yozilmagan narsalarni bayonini, tafsilotini bo'lmasa Tavratdan o'qiymiz deb videom turibdi-ku, kal. Muttaham shakal.